Hozir endi tashlaganlarga rahmat aytaman, lekin shunchaki PP'laring bekorga ketyapti. Jigarlar tashlab o'tirmanglar, chunki battle tugadi. Battle tugaganidan keyingi tashlangan PP shunchaki wall bo'ladi-da, wall. Coming soon. Bugun keladi Ultimate. Ultimate Royal bugun keladi. Bu yergi bolalar bilan TDM otishaylik endi. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, biroz zo'rmi? Tinchmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Lobbingiz bormi? Bo'ladi. Bor, ochilgan tayyor. Ketdi, oching bo'pti, otishamiz. Bo'ldi, biroz. Let's go. Okeylar, sizlarda ham o'yin o'rtasida vijir-vijir bo'lib qolyaptimi? Lan streamim nazarda tutib aytyapsizmi yoki prosta o'yiningizda sizda vijir-vijir bormi ekraningizda? Zavaga chiqib berish, oddiy Erangilda zavaga chiqib berish $100. Mabodo agar Ultimate Realda zavaga chiqish kerak bo'lsa, Ultimate Realda $150. Chunki Ultimate'ni mehnati juda ham qiyin. O'zlaring bilasizlar, endi ko'rganlar biladi qanaqa qiyinligini Ultimate'da o'ynash. 900 ga muborak bo'lsin, rahmat, yarimjoningiz sog' bo'lsin. Chat aktiv yaxshi payti Telegramda mana shu joyda 120 yuz o'ynab boraman. Shunday komment yozasizlar, 120 yuz yutib olasizlar. Ketdi. Mana shu yerga 120 yuz deb yozaman. Shunchaki o'tib obuna bo'lib komment yozsalaring bo'ldi. Bir kishiga 120 yuz hozir beramiz. Mana shu yerda ham tugagan payt. Mana. Pulkani beraman. O'tib prosta yozib qo'yinglar. Bitta tavakkal odamga hozir berib yuboramiz 120 yuz. Go go go. O'tmaganlar bo'lsa shunchaki o'tamiz. Obuna bo'lamiz. I xohlagan kommentni yozib qo'yinglar. Tagiga xohlagan kommentlaring. Istalgan komment. Okay, ketdik. Bular yonganmi? Yongan. Nimagadir iPad qizyapti. Bugunning hisobiga birinchi o'yinimda bugun emas, 2 kunning hisobiga desam bo'ladi. Kecha ham o'ynaganim yo'q. Ryukzakka skin qo'yilmabdi. Bu yoqda emas, Telegramda yozish kerak. Telegramda. Yana bitta narsa aytish esimdan chiqdi, chat. Bugun xudo xolasa konkursga startdan beraman. Telegram kanalimda bugun konkursga ham start beryapman. Kechgacha xabarini Telegramda qoldiraman. iPhone 12 i plus ikkita akkaunt, donator akkaunt boy RP yutilar qo'yiladigan konkursga bugun xudo xolasa start beraman. Hech qanaqa homiylar yo'q. Homiylar yo'q. Umuman faqat o'zim, bir o'zim. O'tasizlar, 1 minut vaqtlaringda qatnashib qo'yasizlar. Bugun kechga bo'ladi. Albatta boshlanishi hozirdan o'tib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, o'tkazib olmaslik uchun konkursni. Qanday yutamiz? Telegramda aytaman deyapman. Bugun soat kechga tashlayman-da, xudo xolasa. Bug bo'lib qolyapti-ku bu. Killchat qop-qora bo'lib qolyapti. Ko'ryapsizlar? Qaranglar.
Ajoyib, ajoyib. Hozir mana shu o'yin tugataylik, g'olibni aniqlab olamiz boy. 120 kimgadir tashlab berib yuboraman. O'zi anchadan beri katta stream qilyapman-ku. Bundan buyog'iga faqat katta stream bo'ladi. Men ko'pchilik bilardi, short stream qilardim. Hozir short streamdan umuman ketganmiz, uzoqlashganmiz. Bundan buyog'iga xudo xolasa faqat katta stream bo'ladi. Keyin Ultimate Royale'da topga harakat qilamiz. O'tgan sezonni kuzatganlar bo'lsa, Ultimate Royale'da Yevropa bo'yicha top 29 da tugatdim. Pobeda bo'yicha top 6 da. Butun boshli Yevropa bo'yicha top 6 da tugatdim. Hozir titulni ham olganman. Xudo xolasa bu safar shu top 3 talikka harakat qilamiz. Top 1 ga kirsa ham vashi zo'r bo'ladi. Toshkent uyg'on. Dada, qaradim. Kilchat shunaqa bug bo'lib qolgan. Menga eslatinglar, hozir ryukzak esimdan chiqmasin. Ryukzagim nima bo'lib qolgan? Half of the match is over and the blue team is in the lead. Xo'p bo'ladi, Ozodbek. Hammada shunaqa bo'lyapti ekan. Bak. To'g'rilashsa kerak, bo'lmasa buni to'g'rilashsa kerak 1 kun 2 kunda. Uzib nomer 1 glazok. Konkursga bugun start beramiz. Xudo xolasa bugun kechga. Boya bot tayyor edi. O'sha qatnashish uchun ro'yxatni tekshiradigan botda ozginagina kamchilik bor ekanda. O'sha kamchiligini sozlagani yana boyagi programmist bolaga xabar jo'natganmiz. Endi o'shani shunday sozlab qo'ysa bo'ldi. Yaxshi. The blue team is in the lead. Ajoyib. Aktiv zo'r payti kimgadir reyt ham qilamiz degandik boya. Menga hech kim eslatmayapti. Men har kuni va'da bergandim. Aktivim zo'r payti o'zimdan kichikroq streamerga reyt qilib beraman. Har kuni bitta odamga degandim. Har kuni o'zimdan obunachisi kamroq, yaxshiroq birorta streamerga reyt qilib beraman. Ozgina bo'lsa ham bizdan poddershka bo'ladi degandim. Kimga reyt qilamiz? Hozir aktiv yaxshi ekan. Yaxshi.
Senatorga. Senatorning aktivanikidan bir 4-5 barobar yaxshi-ku. Ali akaga, Alining ham aktivanikidan yaxshi-ku ancha. Aktivanikidan pastroq deyapman, aktivanikidan pastroq. Otib tasha! Bugun qanday kun ekanligini bilasizmi? Bugun 18-mart. Kim streamda hozir? Kim streamda o'tiribdi? Aktivi pastroq o'yinchini aytinglar-da, aktivi pastroq. Чтобы biz raid qilgan paytimiz aktivi ko'tarilganini ko'rib xursand bo'lish kerak. Aktiv ko'tarilgan-ku, voy, aktivim ko'tarildi deb motivatsiya olish kerak. The red team doesn't have a lot of time left. Hozir. Shuni o'yin tugatib olaylik, 20 sekund qoldi. Birinchi navbatda 60 100 ni aniqlab olamiz. Yaxshi. Birinchi navbatda 60 100 deb ham 120 suyda. 120 ni aniqlab olamiz. Keyin undan keyin raid qilamiz. Okey. Xo'sh. Ko'rishga tashabbur qilaman. Rahmat o'yin uchun.